qori agar Alloh uni jannatga kirgizsa, o'zi har qanday mo'min bandani ham o'qi deyiladi. Iqro vartaqi. O'qi va ko'taril. A'udhu billahi minash shaytonir rojim dedingiz, bilgan surangizni boshladingiz, ko'tarilasiz. Hadislarning mazmuni. Ko'tarilib, oxirgi bilgan oyatingizni o'qib to'xtatganingizda shu joy siz etajga bo'ladi kirib ketasiz. 15-etaj. Kimdir 20-chi, kimdir 30-chi. Jannatni payg'ambarimiz 100 daraja deganlar. 100 etaj deganlar. Demak, qori 100 etajga ko'tariladi. Farzandlari qori bo'lganlar muborak bo'lsin. Farzandlari qori bo'lmaganlar tiyillar doniladi g'iybat qilishdan, qorilarni, imomlarni go'shini yeyishdan. Agar birorta o'g'lingiz, qizingiz qori bo'lgan bo'lsa, xursand bo'ling. Birodar go'shini yemabsiz. Chiqmayaptimi? O'kining. Siz yedingiz, bolangizdan chiqmadi. O'shalarga qo'shilib qoldingiz, domlalarni g'iybat qildingiz, boshqa qildingiz, bolangizdan chiqmadimi? Endi bolangizni tarbiyalang. Sen g'iybat qilmagan bolam, halol yegizaylik, nabirangizdan chiqsin. Chunki nabirangizdan chiqib qolsa ham inshaalloh siz yetalaydi. Endi boya qori 3-etajga chiqdi. Ota-onasi pastda qolib ketdi. Muammomi? Muammo. Shunda Alloh azza va jalla mana shu qori bandasini ko'ngli uchun, xursandchilik uchun ota-onasini ham shu darajaga ko'tarib qo'yadi deydi. Shuning uchun bolalarga Qur'on yodlatinglar, birodarlar. Ha, hunar o'rgatamiz, tijorat o'rgatamiz. Tushunarli-ku?